Salom do'stlar, morg tasavvur qilib bo'lmaydigan eng qo'rqinchli joylardan biri hisoblanadi. Albatta, har qanday qo'rqmaydigan odamni ham seskantirib yuboruvchi bu joy juda ham dahshatli va qo'rqinchli hisoblanadi. Menimcha bu joy haqida juda ko'pchiligimiz eshitgan bo'lsak kerak. Bugun biz sizga morgxonalarda kamera tasvirga tushib qolgan eng g'alati va noodatiy videolarni ko'rsatmoqchimiz. Videoni ko'rishga tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Birinchi video Hindistondagi morgxonalarning birida tasvirga olingan. Bu yerda biz tibbiyot zambillarini ko'rishimiz mumkin. Birdan ekranning o'rta qismi lipillay boshladi va tibbiyot zambillaridan biri o'z-o'zidan qimirlay boshladi. Kadrda yana o'sha kasalxona, faqatgina boshqa kamera kadrlari. Kuler tomon bir erkak kishi suv ichishga kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Erkak kulerdan suv olayotgan vaqtida uning oldida havorang jismdagi yorug'lik paydo bo'ladi va erkak kishining tanasiga asta-sekinlik bilan singib ketadi. Nimadir bo'layotganini sezgan erkak zambil tomon yaqinlashadi va zambil undan uzoqlashganini ko'rgach, u darhol orqasiga qaytib ketadi va uning oldidagi havorang jism esa asta-sekinlik bilan yo'qolib ketadi. Ushbu ko'rib turgan videoingiz Xitoydagi kasalxonalarning birida tunda kuzatuv kameralar tasvirga tushib qolgan. Odamning tanasidan nimadir ajralib ketayotganini ko'rishingiz mumkin. Ertasi kuniyoq shifokorlar uni tekshiruvdan o'tkazishdi va ma'lum bo'ldiki, bemor allaqachon vafot etgan edi. Ushbu video ijtimoiy tarmoqlarda virus kabi tarqaldi. Ijtimoiy tarmoqning foydalanuvchilarining gapiga qaraganda, bu bemorning ruhi uning o'lgan tanasini tark etayotgan emish. Siz nima deb o'ylaysiz? Ushbu video haqiqiymi yoki montaj? Buni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Yana Hindiston kasalxonalardagi kameralarning biri tunda juda ham qo'rqinchli bo'lgan holatni video tasvirga oldi. Ko'rib turganingizdek bemorlar kasalxona yo'laklarida uxlashyapti. Hindistonda bu juda oddiy hol, chunki juda ham ko'p kasallarga joy yetishmaydi. Yaxshilab e'tibor bilan qarasangiz, yo'lakning oxirida odam ko'rinishini eslatuvchi bir qora sharpa paydo bo'ldi. U bir oz joyida qimirlamay turdi va bir pasdan keyin katta tezlik bilan narigi tomonga o'tib ketdi. Ijtimoiy tarmoqlarning foydalanuvchilari buni ba'zilari arvoh deysa, ba'zilari jin deb ta'rif berishmoqda. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana bu video ham morgxonalarning birida tasvirga olingan. Bu yerda ishlovchi ishchilar bu yerda juda ham g'alati hodisalar bo'layotganini shikoyat qilavergach, nazoratchilar o'z kamerasini ko'tarib, hammasiga o'zlari guvoh bo'lishni xohlashdilar va birdan odam ko'rinishini eslatuvchi bir qora sharpa eshikdan boshini chiqarib, ular tomon qaray boshladi. Nazoratchilarning aytishi bo'yicha, bu bir necha oy oldin o'z joniga qasd qilgan
Patolog vrachining ruhi emish. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu nima edi? Navbatdagi video eng qo'rqinchli videolardan biri. Morgxonada oldida yurgan ikkita qo'riqchi g'alati bir shovqinni eshitib qolib, darhol kamerani ko'tarib o'sha joyga yo'l olishadi va ko'rib turganingizdek lipillab turgan chiroq va o'z-o'zidan ochilib yopilayotgan eshiklarni ko'rib dahshatga tushishdi, lekin baribir ular u yerda nimalar bo'layotganini borib ko'rishni ma'qul topdilar. Qo'riqchilar birdan eshik tomon yaqinlasha olmadi, lekin asta-sekin eshik tomon harakatlanishmoqda. Birdan chiroq o'chdi va eshik taraqlashdan to'xtadi. Eshikni ko'zdan kechirayotgan qo'riqchilar voqeaning sababini baribir topisha olmadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bizda hozircha shular. Bundan ham qiziq videolarni YouTube'dagi va Telegram'dagi Hayrot.uz kanalidan olishingiz mumkin. Kanal manzili kommentariya va описаниеda bo'ladi.